Qizlar, buni mazasi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi pomidor. Pomidorni chopper yoki мясорубкаdan chiqarib, sitidan yoki setkadan o'tkazib olishimiz kerak. Bo'lsa, ikkita tarafini olib, muzdek suvga qoldiramiz. Pomidorni gazga qo'yib, sokini qaynashini kutamiz. Qaynagandan keyin примерно yarim soatcha qaynagandan keyin ustidan tuz va shakarni solib olamiz. Shunaqa ko'piklari qizil holatga kelganda tayyor bo'ladi. Sirli bo'lishi kerak va ichiga terib chiqamiz. Bodrin, 4 ta chesnok va bolgarskiyni yarim o'rtasidan bo'lib chiqdim, 4 dona soldim va 2 dona ukrop solasizlar va pomidor soklarini solib yopib tashlaysizlar. Yopishdan oldin 70% xususdan 1 qoshiq solishingiz kerak. Qishda oshlar bilan shunaqa yeyishli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bodrinlarini to'rab dasturxonga tortsangiz, sokuni o'zi ham mazali bo'ladi. Sochuvlarim shunaqa ahvolga kelib qolgan ekan, Ekotab bilan bir pasta tozalab oldim. Eko mahsulot bo'lgani uchun qo'limizga hech narsa qilmaydi va sochuvlarimizni ham dog'larni juda ham tezlikda ketkazib beradi. Oshxona sochig'imni ham ichiga sovora qoldim. Natijasini ko'rishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.